Ozgina mahsulot bilan chirk bosgan gazimiz va choynagimizni oppoq holatga keltiramiz. Buning uchun bizga billur mahsulotining gaz uchun mo'ljallangan maxsus vositasi kerak bo'ladi. Qo'limizga perchatka kiyib olish esdan chiqmasin. Gaz uchun mo'ljallangan antijirni ishlatishdan oldin gazimizni bo'shatib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bitta qo'lim bilan shaqillatib bo'shatib tashladim. Sizlarga yog'lari, chirk bosgan joylari ko'rinishi uchun yaqinlashtirib ko'rsatdim. Endi esa antijirimizni olib, hamma joyiga gazimizga sepib chiqamiz. Yetarlicha miqdorda sepib 5 minutga qoldiramiz. Keyin esa gazimizni reshotkalariga ham alohida antijirlarimizdan sepib, hamma joylariga tekkizib, 5 minutga uni ham uvitishga qo'yamiz. Bu orada choynagimga ham antijir sepib, uni ham top-toza qilib qo'yaman. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi, chirklarni hamma joylariga antijirimizni sepib qo'yamiz. Endi esa gazimizni yaxshilab machalka bilan yuvib, shunaqa chirk bosgan joylarni ishqalasak, o'zi shundoq ketadi. Hech qanaqa qiyinchiliklarsiz osongina gazimizni tozalab olamiz. Ko'rib turganingizdek, sehrli qo'llarim bilan bitta shaq etganda gazimni top-toza qilib qo'ydim. Ayoda choynagim meni kutib qoldi. Choynagimga ham alohida e'tibor berib, uni ham oddiygina machalka bilan ishqalasam, shundoqqina o'zi top-toza bo'lib berdi. Qaranglar, qanaqa yaltillab blesklari o'ziga qaytgan. Tegi ham oppoqqina bo'lgan. Birgina o'zimizning mahsulot billur bilan hamma joylarimni top-toza qilib oldim. Oshxonamdagi gazim va choynagim menga kattakon rahmat etib billuri duo qilyapti.